Qizlar hosila bilan Emiran bozorimizning ro'mollarini afzal qilamiz. Bizga mana shunaqa chiroyli bo'lgan, narxlari bo'lsa atiga 50 ming so'mdan bo'lgan ro'mollarimiz sotuvga keldi. Hozir ular chiroyli qilib o'rab ko'rsataman. Qarang qanaqa chiroyli. Bitta olasiz, mana ko'pchilik mendan ro'molingizni qanaqa o'raysiz deydi. Buni sir sinoati yo'q, faqat 3 burchak qilaman deyman. Mana ikki yonni tortib, shundagina bulavkani qistirib qo'yaman. Hozir ichimda ro'mollar bor, shuning uchun shishib turibdi. E'tibor beringizlar. Qarang. Bunga moslashtirasizda kiyimlari keyin akkuratli turadi. Buni narxlari 50 ming so'mdan. Keyingi ro'molimiz shunaqa Fendi brendiga tegishli ro'molimiz bo'ladi. Bular ham narxlari 50 ming so'mdan. Hozir bularni o'rab ko'rsataman. Bizga faqatgina bulavka va ro'mol kerak bo'ladi. Oldini sal qisqaroq, mana oldini sal qisqaroq, orqasini uzunroq qilsak, o'zimizga udobni, orqasi ham chiroyli bo'lib turadi. Bulavkani shunaqasidan tanlaysiz. Qarang, qanaqa chiroyli. Xolasangiz kim bitta narsa, oldini mana qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari mana qilib ham kiysangiz bo'ladi, orqaga bog'lab. Keyingi ro'molimiz, bular ham narxlari 50 ming so'mdan. Buni ham hozir chiroyli qilib o'rab ko'rsataman. Ko'rasizmi, rozve rang bilan ham kiyapti. Endi qora bilan qizil bilan o'tirishini o'zi tasavvur qilib ko'ravering. Keyin pastdagi raqamlarga bog'laning, dastavkani ham amalga oshirsangiz bo'ladi.